Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Parlament əzaları Amerikanın Uyğurlar üçün keyinki qədəmdə nimalarni qildiganligini ortaqlaşdı. Amerika Federal Tekshirish İdarəsi koronavirusi Wuhan təcrübəxanasından çıxqan dedi. Təcavüzçi Xitay Sharq Turkistondan bir ayning ichida 800 milliard kubmetr gazni talon-taroj qilib, ichkari o'lkalarga yo'tkagan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqətinizə sunumuz. İspat anglash yig'inidan burun Amerika parlament a'zolari Amerikaning Uyg'urlar uchun keyingi qadamda nimalarni qiladiganligini o'rtoqlashdi. NPR xabar to'rining 28 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Amerika munosabatida Xitoy o'tirg'i qo'ygan strategik raqobatga markazlashgan yangi shakllangan bir majlis komiteti tunji qatim TikTok'ga munosabatlik bexatarlik andishalar, Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishini o'z ichiga olgan nurg'un masalalar ustida inchiklash ilib boradi ekan. İki partiyalik heyetning to'liq qismi tanlangan majlis komiteti bo'lib, komitet ministri Mike Gallagher Xitoy Kompartiyasi bilan xalq o'rtasidagi ayrimlikqa qarata pozitsiyasining ching bo'ladiganligini aytgan. Uning qarashicha, tahdid partiyadan kelayotgan, xalq mag'dur sanaladigan. Keng ko'lamli suhbatda ikkili tarafning millat vakillari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan vahshiyliklarini tafsiliy so'zlab, o'zlarining andishalarini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy bilan Amerikaning munosabatining iriqlashishiga ergishib, Amerika Xitoyning bu vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb atagan bo'lib, ba'zi jazolash tuzumlarini yo'lga qo'ygan. Ammo millat vakillari Gallagher aytgan keyingi amaliy qadamga bo'lgan tunishini texmi cho'nqirlashtirib, texim ko'p amaliy ishlarni qilishni xohlaydi ekan. Gallagher balki atalmish Xinjiangni o'ylaganimizda Xitoy Kompartiyasi yolg'iz qolib qolgan xalqlar emas, balki butun dunyoning bir butun texnikasini kontrol qilib, o'zining modelini dunyoning har qaysi joylariga eksport qilishga kuchayotganligini ko'ryapmiz. Shunga menimcha bu yerdagi qo'rqinchli inson haqlari dafsanchiligini yo'ritib bera oladigan muhim rolimiz bo'lishi kerak dedi. Krishnamurti asosiy kishilik huquqning intayin xatar ostida ekanligini, Amerikaning buni to'xtatish uchun texnik ishlarni qila oladiganligini aytib, necha 10 yil ilgari qurultay Xitoyning Tibetga qilgan muomalasi uchun bir necha qatim isbot anglash yig'ini o'tkazgan bo'lsa-mu, 2001-yili Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin biz inson haqlaridan savdoni muhim o'ringa qo'yib, Xitoyga atalmish Xinjiang, Hong Kong va boshqa joylarda o'zi bilgandek dafsanchiliklarni yurgizish imkonini yaratib berdik. Kelgusidagi ishlarga boshqa bir ko'z bilan qarashimiz kerak dedi. Amerika Federal Tekshirish İdarəsi koronavirusi Wuhan təcrübəxanasından çıxqan dedi. TUM xabar kanalining 1 mart kunidagi xabariga qaraganda, 2019-yili 11 oyda maydonga kelib, 2 yil dunyoni asir olgan koronavirusining Xitoyning biologiyalik quroli ekanligi to'g'risidagi qarashlar yangidan ulg'aydi. Bir tarafdan Amerika Federal Tekshirish İdarəsi FBI, yana bir tarafdan Amerika Energiya Ministerligi koronavirusining Wuhan təcrübəxanasından qo'yib berilish ehtimolining yuqoriligini aytdi. Federal Tekshirish İdarəsining direktori Christopher Wray koronavirusining Xitoyning kontroli ostidagi bir təcrübəxanadan chiqqanligini, buning Federal Tekshirish İdarəsi FBI'ning fikri ekanligini aytdi. Amerikaning Xitoyda turishliq elchisi Nicholas Boris Xitoyning koronavirusi haqida samimiy bo'lishi kerakligini aytib, bir kun o'tgandan keyin Wray seshanba kundagi bayonotida Xitoy barliq choralarni qo'llanib, pandemiyaning yiltizini tepib chiqishga aloqador tirishchanliklarga to'sqinlik qilmoqda. Bu hammamiz uchun cho'ng bir talaysizlik dedi. Ba'zi tadqiqotlar koronavirusining Wuhandagi bir hayvonot bozoridan yuqqanligini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, bu bozordan Wuhan Virology institutiga mashina bilan 40 minutda yetib borg'ili bo'ladi ekan. Virusning Wuhan təcrübəxanasından chiqqanligi dastlabda suiqasd nazariyasi bo'lib bilindi. Virus tarqalgan kundan beri Xitoyni tanqidlayotgan jumhuriyatchilar yakshanba kuni Amerika Energiya Ministerligi virusning təcrübəxanadan chiqqanligiga aloqador dokladni e'lon qilgandan keyin Amerika Tashqi ishlar Ministerligi va Amerika Federal Tekshirish İdarəsining mushunga o'xshash doklad tayyorlaganligini esga solib, virus Xitoyning mahsuloti deyishdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu qarashni qabul qilmaydi. Buning intayin tuvan ehtimol ekanligini aytadi. Tanqidlardan keyin farazning isbotlanishi uchun tekshirish olib berish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoyning tashviqot kanidan bir bo'lgan atalmish Xinjiang kundalik gazetining 26 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy gaz turbi yo'li guruhining atalmish Xinjiang sho'basi yangi yilning 5-dan 22 fevral kuniga qadar
G'arbning gazini to'shish xizmatida Sharq Turkistondan jami 800 milliard kub metrdan ortiq gazni to'shigan. Ma'lumotlarga qaraganda, Sharq Turkistondan bulangan gazning 400 shahardan o'tib, 5000 millionga yaqin Xitoyning gaz ehtiyojini qamdaydiganligi ma'lum. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonning boyligini talon-taroj qilish maqsadida Sharq Turkistonni Xitoyga tutashtiradigan turli qatnash transportini taraqqiy qildirish uchun G'arbning gazini sharqqa to'shish qurilish turi yo'lga qo'yib, uzunluğu 20 000 kilometr bo'lgan 3 turba yo'lini insho qilgan va yana bu turning bir parchasi sifatida 4 turba yo'lining ul asliya qurilishini boshlab, to'shishning ko'lami va tezligini oshirishga tirishib, oxirgi gaz turba yo'lining uzunligini taxminan 3340 kilometrga yetkazgan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri Sharq Turkistonning mo'l tabiiy boyliklarini turli nomlar bilan talon-taroj qilib, o'zining ichkari o'lkalariga tez surat bilan yo'tkamoqda. Sharq Turkistondan chiqadigan ko'mir zapasi Xitoy umumiy ko'mir zapasining 37%ni egallaydigan bo'lib, neft va tabiiy gaz zapasi Xitoy umumiy zapasining 25%ni egallaydigan. Uningdan boshqa shamol va quyosh energiyasi texnikasining qo'llanilishi oldingi planda turadi ekan. Shaxsiy intiqom va qisos kabi kishilik kurashga chetiladigan bir yo'lga qadam ilishda o'limni hisob-kitobning eng boshiga keltirib ish boshlash aqalli bir ish ekan. Vatan mustaqillik harakatidan iborat shaxsiy va kollektivdan halqagan bir da'voga qadam ilishda buni diqqatga olib qadam ilish har qachon ideyada tayyorlik bo'lish necha yuz asli muhim albatta. Bu ma'nodan olib aytganda, g'alaba qilganda qisosnimi, intiqomnimi teng ado qilg'ili bo'ladigan bundaq bir yo'lga kirishda o'limning har qachon duch kelish mumkinchiligiga ega birinchi o'tkal, yuzlashish muqarrar bo'lgan cho'ng sinoq ekanligini hisobga olib turib da'vo sepiga qadam ilish aqalli savoddir. Shundaqla mustaqillik harakatida oldin idrok qilishga tegishli ideviy tayyorlik va salohiyat hozirlashga tegishli avvalgi shartlar jumlasidandir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.